Vallahi aka rozimiz o'tdi bo'lmasa mashina bizga. Vallahi aka barakam bo'lmasa lavozdan qaytish yo'q, aka. Hormay aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aka, yaxshilar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi Bilan gaplashdingmi aka? Men bilan gaplashuvdik, aka, remont bo'yicha. Ha. Sizlarni Instagramda kuzatib boryapti. Ha, yaxshi. Sizlarni sifatiga javob berasizlar. Bir yil kafolati ham bor ekan. Bor aka, bir yil kvartira bor edi. O'zimizdan yashaydigan kvartira. Sizlardan oldin boshqa ustalarni qo'ygandik. Ha. Buni mebellari bilan, materiallari bilan juda hisob-kitob qilib, narxini chiqarib beringlar degandik. Ular keldi, biza dogovor qilganlar materiallarni ishlatmasdan sifatsiz narsalarni ishlatayotgan ekan. Hozir ularni rashyot qildik, ish to'xtatdik ular bilan. Sizlarni endi kuzatib boryotgandik, ishinglarga bir yil kafolat berayotgansizlar, shuning uchun sizlarni chaqirib bitta gaplashib ko'raylik dedim. Narxlar agar ma'qul kelsa, bo'ldi. hisob-kitob qilib bersangiz, narxi ma'qul kelsa, bo'ldi aka, uy ko'raylik bo'lmasa sizlar gaplashamiz. Narxini chiqarib bersanglar. Aka, biza kirib chiqdik, so'lab chiqdik, kvadrat metr hammasini o'lchab chiqdik. 100 lirasi periyodik ishlar ko'p ekanligini. O'shanga materiallari, usta haq qismidan 140 million atrofida aylanyapti. Xudo xolisa 1 yil kafolatni beramiz, aka. Etilgan mahsulotni ishlatamiz. Qimmat mahsulot etib, arzonchi mahsulot ishlatmaymiz. Xudo xolisa ko'ngildagidek qilib, cho'tki qilib chiqarib beramiz. Aka, xolasingiz kvadraturani chiqib o'zingiz ham o'lchab ko'rsangiz bo'ladi. Aka, bu taqalgan narx, Shunaqa aka. beradigan joyinglar yo'q. Aka, periodikalaringiz nasi ko'p ekan. 140 million zo'r qilib beramiz. Sizni oldin ustalar ham ishlagan, ancha rasxod bo'lib qoldi-da. Ish ko'ryapti, chala qolgan hozir. O'tib beradigan joyi bo'lmaydi. Yo'q, aka, taqalganini qilib berdim. Aka, bitta taklif bor edi. Men minib yurgan mashina 2021 yilda 145 millionga tushgan. Shu mashina sizga o'tsin 140 millionga. Men kvartiramni bitirib bersangiz, aka, tezroq yashasam. Nima qilamiz ukam, nima deysan? Bo'ldi aka, haqni boshqaramiz. Bo'ldi aka, bo'lmasam o'tdi mashina. Xudo xolisa chiroyli qilib bitirib bersanglar, uyga naqarisdan sразу o'tkazib beraman aka. Bo'ldi aka, gap so'zga. Mana elparvar. Mana jo'lonagining o'sha o'tdi ekan. Kakras, ishimizni bitirib beramiz. Bo'ldi, hozir keldik. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Yuksek o'rtoq, xizmat bilan keldim oldinga. Nima xizmat ekan? Qo'limdan yetyapti o'rtoq. Bilasan, ustachilik qilamiz. Obyekt oluvdi bilan. O'shani materialni usta haqqiga men bu mashinani hisoblab oldim. 2021-yil 140 millionga o'tdi bizga, vay bo'ldi. Kraskasi toza deyapti. Urilmagan ekan. Mashina naqdlashtirish kerak, sotish kerak. Bo'ldi o'rtoq, bo'lmasam qani servisga olib tekshirtiraylik, probek kraskalarni agar qaytgandek bo'ladigan bo'lsa, narxini chiqarib olib, sirab naqd beramiz. Bo'ldi, qatga hayding. Hayding chiqarib kerak. Bo'ldi. Hozir ukam mana shu mashinani kraskasini bitta ko'rib ber ukam. Iloji qat-qatida borligi nima deydi? Og'abek ukam, nima bo'ldi? Ikki mashina hammasini ko'rdim. Mashina polniy kraska, keyin o'ng tomondan lyoqqa udari ham bor, yengilroq. Bo'ldi, mashinaning sostanasi normalniy. Bo'ldi. Ham shular. Rahmat uka, xizmat bo'lsa aytaman. Qo'shib, eshitdim, tasavvurasi polniy sepilganda o'ng tarafida ozgina yengil udari bor mashinani. Yangi egasi urilmagan, top-toza kraskasi yo'q deb aytdilar. Endi hozir telefon qilganda biroz gaplashmoqqa keldim, tasavvurni ko'rsatdim. Boshqa har bir ishni o'zini ustasi ko'rgani yaxshi. Ko'rdi, mana o'zini xulosasini aytdi. Bo'ldi. Hozir aloqaga chiqaychi. Alo, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Kimsiz? Alloh yaxshi. Rahmat. Rahmat. Aka, mashina olib kelgan edim, og'aynimga. Menga kraska sepilmagan, toza udari yo'q deb aytdingiz. Polniy sepilgan ekan u. Sepilmagan aka. O'ng tomonda. Sepilgan deyishyaptilar. Polniy sepilgan ekan aka. O'ng tomonda udari ham bor ekan. Aka, aldab olishyapti, ishonmang. Ya, aka, og'aynim o'zimni aldaydigan bolalar emas, nima deyapsiz? Aka, lavzlashib besh olgandi. Lavzingizdan qaytyapsizmi? Yo'q. Bo'ldi aka, charchamang. Bo'ldi aka, men tushundim. Hop.
Og'ang nima bo'ldi? Gaplashding? Gaplashdim. Aha. Aka o'sha kuni labzlashdi, 5-6 boshqalarga ko'chib voqein bor. O'rta kasabilar gapirib eshitding. Qo'lni turgan o'ng tarafda yengil uylar bor dedi. Bu mashinani 140 million qimmatga olgansan o'zi. Agar boya sen aytgandek kraskasi toza bo'lganda stoyt edi bu mashina. Bu mashinani maksimal bahosi hozirgi paytda o'rta 110 million so'm. Yo'q. Undan ortig'iga ketmaydi. Qolgan pulni nima qilasan? Shuni gaplashmading? Gaplashdim. Odamdan foyda chiqmaydi. Nima qilamiz? Biror ketkin ishlab beramiz endi ukam bilan. Mayli, o'rta nima qilib bo'lmasa. Bo'ldi, baraka.